Yo, assalomu alaykum yangi boylar, kanalimda yana sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi sanamiz 18, ya'ni soatimiz 10. Biz esa saroy kassa chiptalarini xarid qilib, hamda muxlislar qanday to'planib, hamda biletlarni qanday jarayonda olishyapti, o'chirtlar qanday, nega buncha aholi ko'p kelish sabablarini o'rganib, muxlislardan bir-ikki og'iz suhbatlarini olib, qarab, o'rganib chiqamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qolgan jarayonlarni sizga kadrlarda ko'rsataman. Xayr. Sizga ma'lumot o'rnida aytib o'taman, 22 noyabr kuni Neftchi Qizilqum o'yini bo'lib o'tadi. Turning 29-turi. Yana bir tur mehmonda o'yinimiz bor. Undan oldin biz chempionligini nishonlash arafasida turgan muxlislardan ikki og'iz suhbatlarni olamiz. Assalomu alaykum Ilhom aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qalasiz? O'yinga kayfiyatlaringiz qanday tayyorlanyapsiz? Zo'r, xudo xolasa kelamiz, xudo xolasa. Yaxshi kayfiyat. Biletni olsak bo'ldi endi. Biletni olsangiz bo'ldi. Amaki, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz qanday? Zo'r, kutyapmiz. Chempionlikni. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa hammasi. Necha chempion? Da. Mana hoyat 21 yilda. 24 yilda. Yine 24 yil. Hay. Hayajon bor, hayajon. Hayajon hali Rossiyada hozir bakalashga ishlayapti aka. Charchamayapsizlarmi? Uka, meni olmangi deb akajonimiz yuzlarini yopyaptilar, olmaymiz. Tanga, ya'ni 22-kuni bo'ladigan o'yin haqida siz fikringiz? Bizim fikrimiz oxirgi o'yin endi kutilyapti. Endi shatta chempionlikni nishonlab oladi. Xudo xolasa chiqadi. Yo'q deganda uchta. Yo'q deganda uchta. Bilasizlar, keyingi ma'lumot o'rnida ham aytib o'taman, keyingi yilga Osiyo Chempionlar Ligasida qatnashamiz. Nasib bo'lsa, Cristiano Ronaldo kelishi mumkin, ya'ni guruh bosqichida baribir tushishimiz mumkin, baribir Alloh biladi bu yerga. Hop, ana endi muxlislarni u tomonidan o'tib, videoni davom ettiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Biletni necha dona oldingiz va kimlar uchun va qayerdan sotib oldingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bilet joydan oldi 5 ta sinfdoshlarim uchun hammamiz birga kiramiz. Qolganlarga endi kelishyapti, xudo xolasa. O'rtamizda 5 ta oldik. 10 ta bo'ladi, 10 kishi kiramiz, xudo xolasa. 10 kishi. Inshaalloh, xudo xolasa. Yutamizmi? Tam xudo xolasa. G'alabaga, chempionlikka bo'ladi. Qayerdasiz? Marg'ilondan. Marg'ilondan. Marg'ilonlik birodarlarim ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, albatta akamni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Ya'ni muxlislar kutib, o'chirtga 2 dona, 3 dona qolgan joyigacha keldim. Hop. Ana endi aka bormang. Assalomu alaykum. 2 ta 3 ta o'chirt qoldi. Hayajonlaringiz ko'p emasmi? Shu bilet olishga. Qancha vaqtdan beri o'chirtda turibsizlar? 15 minutda keldi o'chir. 15 minutda keldi. Muxlislar kelsa, bilet olsa, ularga qanaqa fikrlar berasizlar? O'yin zo'r bo'ladi, xudo xolasa. O'yin Olmasdan kassadan olishsa, ana zo'r bo'ladi. qanchadan olyapsiz donasini? 40 ming. 40 ming so'mdan. Nechta olasiz? 5 ta. O'rtoqlar bilan keladi. YouTube'da sizlarni ko'rishadi. Hamada ishlari mumkin. Bu yoqda o'zimizni birodarlar bilet olamiz, yutamiz 22-kuni. Chempionlik bizniki bo'ladi. Neftchi olg'a. Shunaqa kayfiyat zo'r olov. Iptektas bizga ideyalarni berdi. Mayli, akamning fikrlarini ham inobatga olib, aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Farg'onadan, shahardan, Kirgilidan aka. Neftchiga necha yildan beri muxlislik qilasiz, aka? Neftchiga aka shu esimiz taniganimizdan beri Akmal Xolmatov bilan o'ynardi. O'sha paytdan beri muxlislik qilamiz. Akmal Xolmatov qo'shnimiz edi aka. Keyingi yil jahon chempionatiga boramizmi? Xudo xolasa aka, jahon chempionati Amerikada muxlislik qilamiz aka, O'zbekistonga ham. Bugun eng asosiy intrigali joyi xabarlaringiz bor. Ya'ni milliy terma jamoamiz hamda U17 terma jamoamiz bugun maydonga tushadi. Ana shu haqida sizlarning fikrlaring, qo'llab-quvvatlaymizmi? Qo'llaymiz. Xudo inshaalloh bugun o'smirlarimiz ham yutadi. Xudo xolasa kamida finalgacha boramiz. Keyin xudo xolasa bugun terma jamoamiz ham mana o'z o'yinini topib oldi. Kanavara boshchiligida xudo xolasa jahon chempionati kamida guruhdan chiqamiz inshaalloh. Malades, yaxshi niyat yarim davlat. Addushi, Neftchi olg'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Neftchi 22-kuni bo'ladigan o'yinga qanday tayyorlanyapsiz? Juda qattiq. Juda qattiq. Bizning vodiyning komandalari rivojlangani uchun O'zbekistonda futbolga juda katta sabab bo'ldi. Mana odamlar bunaqa joy yo'q-da, hech qayerda yo'q bunaqa. Kassada ochirib turish. Ishimizni tashlab boshqa biletga kelyapmiz, bilet olib olaylik deb. Mana shuncha odamni hamma mana o bolalar qarang, qo'qonga degan bolalar mana o'tiribdi. Qo'qonlik ballar ham shu yerda. Chetda. Hamma chetda. Hamma chetda. Robert Shahmardanskiy YouTube kanali.
Yo'q, qiziq biz. Assalomu alaykum. Sog'larsiz yaxshimi? Rahmat. Charchashda yo'qmi aka? Charchash yo'q. Ertangi 22 kuni bo'ladigan o'yin haqida siz fikringiz. 24 yillik orzuga erishamiz inshaalloh, Xudo xolasa. Chempion. Chempion. 2027-yil Elit Chempionlar Ligasida o'ynaymiz, Xudo xolasa. 22 kuni hakamimiz finalistni svistok chaladi. Undan keyin bayram salyutlar otiladi. Rejalashtirilyapti bu narsalar. Stadionga yugurib tushamiz. Yugurib tushamiz. Dalishi muxlislar bilan dalish kapat qilamiz. Grigoriy Arkadiyevich, assalomu alaykum. Nashi Nevchani legendasi. Как дела ваши? Bo'ldi, dела deu prokuror. Kecha 60 yillik yubileyja yaxshi bo'ldi. Zo'r. Asad Do'rmonov. Da. 22 kuni bo'ladigan o'yin haqida siz fikringiz. Bo'pti, xo'p. Biz legendamiz. Ладно, Shuning uchun xo'p. aybga bermaymiz. Tog'amiz hali ko'p ishlarni, ya'ni amalga oshirganlar, shuning uchun fikrlari bundan-da ulug'. Bu akamizni, Nevchadagi akamiz, assalomu alaykum. Sog'larsiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Va nihoyat xafal bo'ldingiz. Qo'limga tushdingiz. Robert Shamardanov YouTube kanali. Hop, muxlislarning ovozi rubrikasi ketyapti. 22 kun bo'ladigan o'yin haqida siz fikringiz aka? Fikrim endi Xudo xolasa 24 yilda uzoq kutilgan chempionlikni qo'lga kiritamiz. Xudo xolasa butun Farg'ona viloyati xalqi mazza qilib bayram qiladi. Shu. Plus yana bitta kuboklar soniga biz chempionligimiz yoziladi. Конечно 6 karra chempion bo'lamiz. Xudo xolasa bundan bag'a davomiy bardavom bo'lsin. Keyingi yilga Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynaymiz. Bu Xudo haqida siz xolasa fikringiz qanday? bu Liga Chempionatida ham endi Xudo xolasa birinchi bo'lib Qizilqumni yutib olishimiz kerak. Liga Chempionati haqida 2026-yil gaplashamiz. Yangi yildan keyin. Ha, hozir- Yanvarda 1-yanvarda siz bilan telefon Sog' bo'ling, rahmat. Hop, ko'rdik, fikrlarini bildik. Videomiz cho'zilmasin. Rahmat aka, qomlar fahm farosatingiz uchun. Videoni ko'rib, shu joygacha layklarni bosib, hatto shu podeshkani olovdan beringlar. Ro'za Shamardan YouTube kanalida bo'laring. Shuncha akalarimiz, qora ko'zlarimiz qarab, to'xtatib qarashyapti. Rahmat, sog' bo'linglar. Bum.